Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Pantera PUBG. Hop, bugungi videoda video preview'da ko'rgan bo'lsalaring, Zava olish haqida deb yozib qo'ygan edim. Hop, birinchi bo'lib Zava qanday olinadi? Qaysi serverda o'ynaganim yaxshi? 3 litsi o'ynaymi, 1 litsi o'ynaymi deydiganlar uchun videoga like bosib, videoni oxirigacha ko'rishga harakat qilinglar. Agar siz rangingiz 100 ko'tarmoqchi bo'lsangiz, 3 litsoda solo bo'yicha Yevropa serverida rang ko'tarsalaring bo'ladi. Buning uchun sezonning birinchi kuni aska chiqib qo'ysalaringiz 100% Zava beradi. Ikkinchi kun aska chiqib qolsangiz yo uchinchi kun aska chiqsangiz soat 5:30 gacha top rating, dunyo rating degan joy bo'ladi. 3-shaxs deb yozilgan bo'ladi. O'sha yerda soat 5:30 gacha top 500 talikda ichida bo'lishlik kerak. Ya'ni 430 larning ichida bo'lsalaring 5:30 dan keyin Zava beradi. Tushunmagan bo'lsalaring Telegramga mana shunday Pantera passiv dedim deb qidirib, meni lichkam bor, o'sha lichkamga yozsalaring yanada aniqroq tushuntirib beraman. Agar sizlar ikkita akkauntni Zavaga olib chiqmoqchi bo'lsalaring, birinchi shaxsga qo'yib, bir kishi Koreya server qiladi, ikkinchi odam Yevropa serverda turaveradi. Yevropa serverdagi akkaunt faqat Livik yo Erangel o'ynamoqchi bo'lsalaring, Erangel maslahatim Livikda o'ynanglar, ko'proq kill qilib 1 minutda 3 ta kill, 1 minutda 4 ta kill, mashina tushirib qo'ysalaring, keyin asl o'ldiruvchini silab olsalaring kattaroq plyus beradi. Nimaga Koreya server deyapman? Chunki ikkita akkaunt Yevropa qilsa, bitta akkaunt sal qiynaladi. O'shaning uchun ikkinchi odam Koreya server qilsa tezroq chiqadi Koreya serverda, chunki ranglar past bo'ladi. O'shaning uchun tez Zavaga chiqsa bo'ladi. Agar klandagilaring bilan full 4 kishilik Zava olmoqchi bo'lsalaring, 3 kishi Koreya server qilish kerak, 1 kishi Yevropa serverda turaveradi. Lider Yevropa serverdagi odamlar bo'lishi kerak, chunki ping normalniy bo'ladi. Qolgan 3 ta odam Yevropaga qaraganda sal tezroq chiqadi. Sizlarga maslahatim 4 kishilik birinchi shaxsga o'tirmasdan, shunday duoda 2 kishilikda 1 litsoda o'ynaysizlar. 1 kishi Koreya server qiladi, shunda ancha tez chiqasizlar. Zavaga qanday tez chiqadi deganimda mana shu boya aytganimdek 1 minutda 3 ta kill qilsalaring yo 4 ta yo mashinadan tushirib 10 ta kill qilsalaring yo asl o'ldiruvchini olsalaring sizlarga ancha plyus qo'yib beradi. Sheriklaring o'lib qolganda chaqirsalaring u yana plyus beradi. Agar ololmayman desalaring, men o'zim ham har sezon 3 ta 2 ta akkaunt olib beraman. Narxi Telegramda bo'ladi. Biz boshqalarga o'xshab 60-50 dollar demaymiz. Kirsalaring Telegramda ko'rib olishlaring mumkin, ancha bizda arzon. Video tushunarli bo'lgan bo'lsa like boshlang, tushunarsiz bo'lsa like boshlang shart emas. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.